Navoiy shahridagi Taraqqiyot mahallasini yo'l transport hodisalaridan xoli hududga aylantirish, harakat ishtirokchilari uchun qulaylik yaratish maqsadida erta tongdan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, maxsus ekspluatatsiya bo'limi xodimlari bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar aniq belgilab olindi. Shundan so'ng berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida hamma o'z xizmat vazifalarini sadoqat bilan bajarishga kirishdi. Jumladan Taraqqiyot mahallasida piyodalar o'tish joyi chizish ishlari qizg'inlik bilan olib borildi. Malakali mutaxassislar tomonidan reja asosida xizmat uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Bu joyda maktabgacha ta'lim tashkiloti joylashganligi inobatga olinib, yo'lning qatnov qismidan xavfsiz kesib o'tishni ta'minlash maqsadida piyodalar o'tish joyi chizdirildi. Shuningdek, qoidaga muvofiq tegishli yo'l belgilari tartib bilan o'rnatib chiqildi. Mazkur yo'llarga har bir ishchi xizmatchi o'zining munosib hissasini qo'shdi. Shu bilan birga yo'l xaritada belgilangan topshiriqlar ijrosi tizimli ravishda davom ettirildi. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari hamkorligida Navoiy shahri Tarobiy ko'chasida tirbandliklar yuzaga kelishining oldini olish maqsadida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi tugatilib, piyodalar svetofor tomonga yo'naltirildi. Piyodalarning betartib harakatlanishlari, ularning avtomashinalar oldidan to'satdan chiqib ketishlari natijasida yuzaga keluvchi tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida yo'lning atrofiga to'siqlar ham o'rnatildi. Bu boradagi tadbirlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda.